Kreml propagandachisi Markaziy Osiyoga ochiqchasiga tahdid qildi. Rossiya hukumati tilidan gapiradigan Vladimir Solovyov o'z dasturidagi nutqida Ukrainadagi kabi Rossiyaning boshqa ta'sir zonalarida ham maxsus harbiy operatsiya boshlanishi kerakligini aytdi. Yana u bizning Markaziy Osiyodagi muammolar biz uchun eng ulkan muammolar deya fikrini davom ettirgan. Kreml propagandachisining mazkur chiqishi hozirgi urushlar fonida e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan holat va o'zbek jamoatchiligi bunga fikr bildirmoqda. Jurnalist Ilyos Safarov bu shunchaki hayp emas, balki Rossiya propagandasining eng tajovuzkor va xavfli yo'nalishlarini ifodalovchi siyosiy signaldir degan bo'lsa, professor Sherzodxon Qudratxo'ja bizning Osiyo formulasi tasodifan aytib yuborilgan ibora emas, sof mustamlakachi tili. Bunday davlatlar obyektga, chegaralar esa shunchaki to'siqqa aylanadi deya yozgan. Sizningcha Rossiya hukumati tilidan gapiradigan rus to'tisiga O'zbekiston qanday javob berish kerak? Izohlarda yozib qoldiring.